Oyimgilani uyiga kelgan даже 5 yillik bolaga ham ish topilishiga har safar kelganimda qoyil qolib ketaman. Tim bo'li 15 kun, 20 kunda emas, kunda kunora kelib turaman. Shunda ham har doim tinmasdan ish topiladi. Uy katta bo'lgani uchunmi bilmadim, lekin butun hovlini, ko'chalarni sipirib chiqquncha bitta ayolni beli emas, temirdan bo'lishi kerak. Ayrim hozirgi kunda yangi tushayotgan kelinlar yoki 3-4 yillik kelinlar bitta, ikkita bolasini zo'rg'a eplab, ko'chani ham sipirmasdan kirchirlarini, kirmoshini yuvib turgan bir paytda oyim shu katta ko'chani, hovlilarni kunda kunora sipirib tozalab qo'yadilar. Shunisiga qoyil qolib ketaman. Yoki hozirgi yoshlardan ko'ra yosh katta ayollarning beli, kuch-quvvati baquvvatroq bo'ladimi? Bunisini bilmadim. Даже o'zimni ham ko'cham bir xilda toza turmaydi, lekin oyimnikiga nuqul kelib qolsam toza bo'ladi. Bugun ham 1 soat vaqtli kelib qolman. Agar 1 soat kech kelganimda o'sha ko'chalarni sipirishni boshlagan ekanlar, kelganimda hamma yoq chinnidek bo'lgan bo'lardi. 1 soat deganda hamma ko'chalarni, hovllarni, so'rlarni sipirib tozalab olganimdan keyin oyimning yangi uylari remontdan chiqqan edi. Hamma joylarni tozalab, artib, surtib, yangi pastellar yozib, pardalarni ham chiroyli qilib bosib berdim. Yangi kelayotgan kelinimizning xonalarida pardasi ham ancha bitib qolgan ekan. Uyoqlarni ham bir sidra generalniy uborga qilib, hamma romlarni, mebellarni artib tozalab chiqdim. Qaytgancha namuchi kelinimga deysiz, xuddi minnat qilayotgan deb juda ham ko'p negativlar kelyapti. To'g'risi ham mehr, muhabbat ila hamma narsani kelinimiz uchun qilyapmiz. Sababi ukam bir burchakda, bitta ko'rpacha, bitta yostiq, bitta adyol bilan katta bo'lib yashab yurgan bola edi. Qaytgancha ukamning xonasini ko'rsatishga ruxsat tegmadi.